Assalomu alaykum dara qavmin mu'minin va inna inshaallohu bikum lohiqun. Siz kimga salom berdingiz? Men qabrga yotgan inoqa xohalarimiz o'lib ketgan ilgaridan o'shalarga salom beryapman. Men eshitibmanki, zindalarga salom beriladi, murdalarga salom berilmaydi. Shogirdim, zindalarga ham salom beriladi, murdalarga ham salom beriladi. Ammo zinda bilan murdaga salom bermoqlik farq qiladi. Zindalarga salom beramiz. Nima raqam? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Salomatlik, rahmati Alloh, barakoti Alloh nozil bo'lsin o'zlaringizga. Zindalarga shuni salom beramiz. Ammo qabristonga kelsak, murdalarga bir sheva, bir tariqa degan salom bermoqlik bu. Payg'ambarimiz aytganki, vaqtida sizlar qabristonlikka kelasizlar. Assalomu alaykum dara qavmin mu'minin va inna inshaallohu bikum lohiqun. Aw kama qala alayhi salatu vasallam. Shunga o'xshagan boshqa rivoyatlar ham bor. Mana bu tariqaga, bu ravishga qabristondagi yotgan inoqalarga, xohallarga salom beriladi. Ma'nosi buki, assalomu alaykum, salomatlik bo'lsin sizlarga. Dara qavmin mu'minin, jamoai qariya va qishloqi musulmonlar ikki birga yotibsizlar. Va inna inshaallohu bikum lohiqun. Va bizlar ham inshaalloh sizlarni keyinlaringizdan kelamiz. Sizlarga payvand bo'lamiz.